qalbidan xotirjamlik ketadi. Hayol parishon bo'ladigan bo'lib qoladi. Oilada xotirjamlik, sakinat bo'lmaydi. Birodarlar, aytdik-ku, kim Alloh man qilgan gunohlardan tiyilmasa, mana shu qilayotgan gunohlarini oilasida ta'sirini ko'radi. Farzandlaridan qaytib qoladi, birodarlar. To'satdan tushib qoladi ba'zida endi nazar. Payg'ambarimizdan so'rashganlarida Rasululloh aytdilar, isrif bosar ekan. Ko'zingni olib qochdi. Bir marta tushib qoldi, ko'zni olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaymiz. Ammo ikkinchi marta takror qaraydigan bo'lsak, bunga endi gunoh yoziladi. Ko'zni tiyish, birodarlar, ayollar o'zini avratlarini hijob bilan yopib yurishligi jamiyatni pokiza bo'lishiga, qalblarni toza bo'lishiga, hayotni esa go'zal bo'lishiga olib keladi. Avratlarni yopib bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kishini ko'ziga jahannam